Shuni unutmaylikki, hali pul sirot, hali nomai a'mol, hali qabrdagi munkar nakir, qabrning kengayishi yoki qabrning torayishi, bu hisob kitoblardan oldin shu dunyoning o'zida ham Alloh taolo kichkina hisob kitob ochib qo'ygan. Buni Qur'oni Karim oyatlari bayon qilgan. Kim zarra yaxshilik qilsa ham ko'radi, kim zarra yomonlik qilsa ham ko'radi deb. Bu ko'rish qiyomatga bo'lmaydi, shu dunyoning o'zida bo'ladi. Kim nima qilmasin, kim nima qilmagan, kim ko'rmagan deydi xalqimiz. Shuning uchun so'zimizga, tilimizga ehtiyot bo'laylikki, amalimizga ehtiyot bo'laylikki, har bir amalga biz javob beramiz. Hatto ba'zan ana shu javobgarlikka avlodimizni sherik qilib qo'yamiz. Avlodga yaxshi mol dunyoni meros qoldiring mayli, yaxshi odobni bering, lekin muammolarni meros qilib qoldirmang.